21 oktyabr 2025 yilda Milliy TV kanalida Tozalovchi serialining 77 qismi namoyish etiladi. Har bir yangi epizod qahramonlarning taqdirini ochib beradi va ko'rsatadi. Har bir muvaffaqiyat va qiyinchilik ortida ayolning kuchi, donoligi va qat'iyati yotadi. 77 qism tomoshabinni yana bir bor bosh qahramonning his-tuyg'ulari va sinovlar dunyosiga olib kiradi. Syujet jonli va qiziqarli rivojlanadi. Tomoshabin qahramonning qiyinchiliklarni yengishini, xiyonatga dosh berishini va atrofdagilarga o'z namunasi bilan ilhom berishini ko'radi. Diqqat sahnalarga qaratilgan, har bir sahna samimiylik bilan to'ldirilgan, dialoglar esa tabiiy eshitiladi. Bu esa serialni maksimal darajada realist va hissiy boy qiladi. 77 qism isbotlaydi. Har bir buyuk ish va shaxsiy g'alabaning ortida ayolning hikoyasi, kuchi va ilhomi yashiringan. Ushbu serial ilhomlantiradi va har qanday qiyinchilikni yurak va halollik bilan yengish mumkinligiga ishontiradi.